Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rahim ota. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizga bir ishim bor edi. Rahim ota, yoshingizni hurmat qilaman. Xo'jayinim o'tgandan keyin ko'pchilik sovchi qo'yishdi. Agar o'sha niyatda kelgan bo'lsangiz, men turmushga chiqish niyatim yo'q. Hajga bormoqchi edim, niyat qildim. Qo'shnim muhtoj bo'lsa, men qanday qilib hajga boraman? Mana shu yiqqan pullarimni sizga olib keldim. Olib ishlating shuni. Men boshqa safar boraman nasib bo'lsa. Oling, men roziman. Faqat bir iltimosim bor. Hech kimga gapirmang. Hech kimga gapirmang. Hajga bormoqchi edim, niyat qildim. Elimizda boy biza. Oyi, qo'shnilar, yegom kichkinadan olib berasizmi? Olib beraman o'g'lim. Olib beraman. Urray! Oyi, yana qarz oldingizmi? Hech kimga gapirmang. Xo'pmi? Hech kimga aytmang. Yo'q. Qarz olganim yo'q. Xudo xohlasa seni davolattiramiz bolam. O'rtoqlaring bilan yugurib o'ynaysan. Shu insonni menga ro'para qilganing uchun senga shukrona deyman Allohim. O'sha insonning mushkullarini oson qil. Yig'ib turgan pullaringiz borda. Shuni berib tursangiz, keyin men sizga tayyorlab hammasini zo'r qilib beraman.